Funtandaki fi. Bu harfning talaffuz qilinishi mundaq. Fi. Endi bu harfni o'z ichiga olgan misollarni ko'rib o'tamiz. Fi'ning beshidan olinadigan shakli. Misol: fikkus darxi. Fi'ning bosh va oyog'idan olinadigan shakli. Misol: yanfun. Fi'ning oyog'idan olinadigan shakli. Fi'ning ayrim shakli. Misol: telegraf. Tuanda biz rasmga birlashtirib, yuqorida o'rganib o'tgan harfning to'g'ri yozilish tartibini mashq qilib o'tamiz. Fikkus darxi. Fi harfining beshidan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Yanfun. Fi harfining bosh va oyog'idan olinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Fi harfining oyog'idan olinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Telegraf. Fi harfining ayrim shaklining yozilish tartibi. Eskertish. Fi harfi asosan tahdid so'zlar va chet el tilidan qabul qilingan so'z atalg'ularni, ismlarni yozishda, o'qishda qo'llaniladi. Kichik do'stlar, tuandagi so'zlarni menga aytib o'qinglar. Fo, to, foto, fun, tan, fontan, far, fur, farfur, ni, fit, nifit, af, ri, ha, Afrika, Fran, si, ya, Fransiya,